Assalomu alaykum akalar. Mana shunaqa qiyin narsalar videolarni qo'yib ketaman degan edim. Mana yana bitta qiyin remont keldi. Ko'p ustalarga borgan, qila olmagan mana. Axir oqibati bizga keldi. Qilib berdim. Qanday qildim? Ustalar haterlar so'ramanglar. Xohlasangiz kontroller almashtiringlar, xohlasangiz любой narsa almashtiringlar. Главный klientga yasab beringlar. Yasab bera olmayapsizlar, menga aytmanglar. Kontrollerni almashtirdingiz, uni almashtirdingiz, boshqatdan qilib berdingiz deb. Главный klientga ishlatib beryapmiz. Mana gazni bossa yuradi. Tak. Gaz. Mana. Mana yerda gazni bosyapti, 25 ketyapti, motor ishlayapti. Mana shunaqa samokatchi mana. Qiziqarli samokatchi mana. Mana qilib berildi, remont qilib berildi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol Telegramdan yozasizlar. Hammaga sog'lik, salomatlik.